Umringdan baraka toping. Tani joningiz sog' bo'lsin, dunyo turguncha turing. Otangizga, onangizga ming rahmat. Ikki dunyo saodati va savoblariga erishib yuring. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Farzandlaringizni faqat rohatini rohatda, farog'atda ko'rib yuring. Ilohim. Alloh shifo bersin. Kasbingizga Alloh barakasini bersin. Tani joningiz sog' bo'lsin, o'g'lim. Yoshgina ekansiz. Nima bo'ladi? Sekin gapiryapsizmi? Juda sekin gapiryapman. Men bilyapman, siz ham sekin gapiring. Rosa baland kelyapti. Shunaqa bo'lib turadi ozgina. Bir hafta mumkin xuddi mikrofon gapirganda baland kelib turadi. Keyinroq bunga siz moslashasiz bunga. Ham tiniq bo'ladi. Hozir men parda sal bo'sh turibdi-da. Parda ham taraklashadi-da. Bizdan kelayotgan ovozimiz tiniq bo'lib keladi sizga. Hozir jarayonga kelyapti-ku. Sekin gapiryapsiz. Rosa baland kelyapti. Mikrofondagi ichida gubka bor edi, o'sha gubkani tashladi. Pardon, xolos, yaxshi butun turibdi. Yaxshimi? Voy. Tani joningiz sog' bo'lsin, umringizdan baraka toping. Qarang, men pardangiz butun. Biz ba'zida tegmaganmiz. Pardan bu yoqdan kesib ochib, bundan tagida professor qo'yganmiz. Hozir yaxshimi endi? Boyaga qaraganda mikrofonda gapirayotgandek gapiryapsiz. Ularda eshik kas bo'lgan, o'tosifli tashxis qo'yilgan, ya'ni parda orqasida suyakcha qotib qolgan. Biz hozir o'sha payt operatsiya qilib protez qo'yganmiz va gubka bilan to'ldirganmiz. Gubkani hozir olib tashladik. Mana sekin gapirib muloqot qilib qolsam, sekin gapiryapsizmi? Menga juda ham jarayonli kelyapti ovozlar, qayta-qayta ketyaptilar. Xursandmisiz? Voy, xursandman. Rahmat. Umrim tugagancha duo qilaman. Tani joningiz sog' bo'lsin. Amin. Xudo xohlasa juda ham yaxshi. Ko'zida emotsiya juda ham kuchli. Mendan to'g'riroq. Ichimda turibman, zo'rg'a turibman.